Assalomu alaykum. Havoni qaranglar, qorni yog'ishini qaranglar. Mana shu pagodaga mos kelgan bitta mashina chiqib qoldi. Shuni obzorini qisqacha qilib gapirib o'tib ketamiz. Tak, bizda bugun Sanyon Han degan 2022-yilgi mashina, avtomat korobka, 2.2 dizelda. Bu pikap varianti. Bundan tashqari Sanyonda oddiy jipga o'xshab chiqqani bor. Bizdagi pikap varianti. Pikap variantini ham ikki xili bo'ladi. Bittasi обычный Sanyon bo'lsa, ikkinchisi Han. Han'i bilishim bo'yicha sal uzunroq bo'lar ekan. Mashinamiz 18 diskada turibdi. Mashina pagodaga juda ham mos tushadigan mashina ekan. Salonlarimiz mashina maksimalniy komplektatsiyada. Orqaning salonni qarasanglar, tak kojaniy salon, polilar trapishni, подогрев сиденьлari bor. Hamma oynaniki elektrosteklopodyomnik. Bundan tashqari yana aytib o'tib ketadigan narsamiz, tak bu orqa tarafda yopib turadigan narsa. Bunaqa bizda bitta tekis plastik ko'rinib turibdi mana. Yana boshqa Sanyon shunaqa pikaplarda polностью yopiladigani bor. Orqa tarafdan ko'rsatib o'tib ketamiz. Mashinani biz mana Qirg'izistonga endi kelyapti. Ko'pchilik o'ylanib yuribdi. Olaman desanglar, 1-2 ming dollar qo'shib turib, mana shu Handan olinglar, yaxshi ekan. Расходи ham juda oz ekan. Hozircha mashinamiz полный привод. Mashina yaqinda Koreyadan keldi. Koreyadan kelishiga rashtamoshka qilib, оформление qilib olib chiqdik. Bu mashina именно mana shunaqa tog'li joylarda haydab yuradigan mashina. Atrofdan ko'rsatib qo'yayin. Chunki ko'p joylarda hali qor yog'ilmadi. Bugun 8-dekabr. Bu joy Bishkek o'sh yo'li, Chichkon degan joy. Shu yerda hozir mana bizda qor yog'yapti. Farlar linza, pasta tumankalari bilan tak nomerni ochib qo'yamiz. Narusheniya qilmaymiz. Men bilaman ochardi-yu, men turolsin. Xanligini bilib qolsa suratga tushganini to'xtatishadi. Tak, endi ichki qismga o'tib, gapirib, yo'lda ozgina gapirib ketaman. Bu yerda bokovoyda regulovka qilsa bo'ladi. Bundan tashqari aynalardagi cruise control, multi rul bor. Bizda подогрев сиденье, обдув сиденье ikkala tarafda ham bor. Orqada ham bor. Bundan tashqari orqa salon ancha keng. O'tirgan odam bemalol o'tirib ketadi. Bundan tashqari obshivkalarimiz plastikadan. Bunaqa ruchkalari bor, ushlaydigan moshni. Patologimiz qora. Tabloyimiz elektrichеский. Bunaqa elektro dedim, короче, elektroda. Avtomat korobka, tiptronika, bu yerda полнопривод to'la bo'lsa bo'ladi. Tog'li joylarga rosa zo'r ekan. Monitorimiz o'rtacha. Bundan tashqari podlokotnikda tagida ikkita yashchasi bor. Bu bittasi dokument uchun, ikkinchisi mana bu tarafda ham kattaroq narsani solsa bo'ladi. Chiqdik. 2.2 dizel turbina motorda. Tortishlari juda zo'r. Yengil tortadi, yengil ketadi, qiynalmaydi. Tak, bundan dalish ketadigan bo'lsa, ko'zi qorlar sekin mayinlashyapti. Yomg'irga aylanib ketishi ham mumkin, chunki bu taraflar ancha issiq. Видимость balandlik bo'yicha mashina anchagina baland. Toyota Land Cruiser'da o'tirganday baland o'tirasiz. Oldidagi ko'rinishi ham yaxshi. Lekin rasxod olish juda udobli ekan bu mashinada. Ba'zi jiplar bor. Bozor-mozorga borganda u yoqda stanka joyga qo'yish qiyin deyishadi, lekin bu mashina juda udobli ekan. Yengil yuradi ekan, как Matiz. Velosiped hozir 2025-yilda chiqayotgan mashinalarga funksiyalar qo'shib tashlashyapti. Shu funksiyalarda hammasi ishlayapti. Yangi mashinalar juda ham ko'payib ketdi Qirg'izistonda.
kimga shunaqa Qirg'izistondagi akalarga yoki bo'lmasam O'zbekistondagi akalarga mashina kerak bo'lsa, Koreyadan yoki Xitoydan aytsanglar, olib chiqib beramiz. Lehkovoydan tashqari gruzovoy ham, spetstexnika ham farqi yo'q. Mashina bo'lsa bo'ldi. Любойni olib chiqib beramiz. Mashinani o'zi 300 km haydabman. Juda zo'r, yumshoq. Charchatgani yo'q odamni. Shu bitta minusi, pechka zo'r ishlaydi ekan. Istoryapti. 2 ga 3 ga qo'yib qo'yapman, istoryapti. Bir pasda o'chiryapman. Lekin shuma izolyatsiyasiga keladigan bo'lsak, shuma izolyatsiyasi ham o'zinglar bitta ko'zinglarni yumib eshitib turinglar-da, tashqaridagi shum qanaqa, qanchalik. Shum bor, lekin juda oz. Aytmoqchi bo'lganim shuma izolyatsiyasi yaxshi ekan. Nemetskiy Mercedes 124 lar bor edi, shunga o'xshab. Hadovoy chastlarini to'g'risi bilmayman, qanchalik yaxshi. Mustahkam chiqarganmi yo mustahkam emasmi? Sanyo minadigan akalarimiz aytib ketsanglar yaxshi bo'ladi. Tak, mashinani bahosini aytaman. Mashinani bahosi hozirgi kunda 20 ming, 21 ming dollardan Qirg'izistondagi bahosi. Akalar 2022-yilgisi. Endi Koreyadan olib chiqtiraman deydigan bo'lsanglar, примерно sostoyaniyasiga qarab, yiliga qarab 18-17 chiqadi.